Sezdingizmi, Ramazonda ko'pchilik ozishni maqsad qilib olgan, lekin bu xato. Chunki biz Ramazonni, ro'zani ozish uchun emas, asl sog'lig'imiz, ruhimizni poklash, organizmimizni очистка qilish, tozalash uchun zo'r imkoniyat. Masalan, bir yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, biz 12 oy bu narsaga vaqt ajrata olmasligimiz mumkin-da. Ishimiz bilan, boshqa yumushlarimiz bilan, lekin Ramazon bu ayni payt ruhimizni poklash, tanamizni, organizmimizni tozalash uchun zo'r variant. Ayniqsa, bilasizmi? Biz kun davomida ochiq qolgan paytimizda, ya'ni og'zimiz yopiq bo'lgan paytda insulin darajamiz pasayishni boshlaydi va o'shanda avtomatik yog'imiz energiyaga sarflanadi va bu degani ozishni boshlaymiz. Ozish maqsad emas, lekin biz ayni shuni hisobiga yengillik olamiz. Tanamizni yengilligini hisobiga ruhimiz yengil bo'ladi va bu yengillikning orqasidan biz qancha ishlarimizni bo'lib o'tishimiz mumkin. Doim ibodatlarimizni bo'lib o'tishimiz mumkin, boshqa yumushlarimizni bo'lib o'tishimiz mumkin. Yana bitta narsa, mana ko'pchilik stress hozir aktual bo'lgan-ku, kortizol gormoni baland, turishchi har xil ishlar qilishadi. Ro'za payti esa aynan kortizol gormonlari ham pasayishni boshlaydi, ya'ni normaga tushishni boshlaydi. Chunki xayolimizda faqat ovqat bo'lavermaydi. Fikrimiz boshqa yumushlarimiz bo'lishi mumkin. O'zimizda ko'proq bo'ladi, oilamizda, oilaviy dasturxon birlashish kuchayadi. Bu ham aynan stress gormonini pasaytirishga olib keladi. Agar iftorlik va saharlikka to'g'ri iste'mol qiladigan bo'lsa, bu yana ham tanamizga kuch, quvvat, immunitetimizni ushlashimizga ham ko'p yordam beradi. Bir esingizda bo'lsa, video qiluvdik. Och qolish aslida immunitet ko'taradi. Ayni mana shu Ramazon ham shu narsani isbotlab beradi. Chunki Ramazon oyida biz to'g'ri och qolmaymiz, kun davomida shunchaki og'zimiz yopiq bo'ladi, lekin shu qanchadir soat og'zimiz yopiq bo'lishi ham bizani ayni ichaklarimizda ayrim vitaminlar ishga tushganini hisobiga immunitetimiz ham ko'tariladi. Shuning uchun Ramazon oyi zo'r oy, zo'r imkoniyat. Ozish uchun emas, ayni sog'lig'ni tiklash, tanani poklash uchun. Agar Ramazon oyida siz ham sog'lom turmush tarzini o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni sahifamga obuna bo'ling va kuzatishni davom eting.